Assalomu alaykum YouTube tarmog'idagi kuzatuvchilar. Ushbu obyektimiz Samarqand viloyatiga bo'ldi. Bitta 3x3 hamda 4x3 Rollstarning avtomatik tarvozi bo'ldi. Hop, rangimiz metallika stanloy rangida bo'ldi. Hozir ichkaridan ham ko'rsatamiz. Svit bo'lmagan holatda, mana bunaqa ruchnoy holatda ham bo'ladi. Ichkarilari ham juda bir o'ziga xos uslubda bo'ldi. Mana ikkalasida ham ruchnoy holati bor. Bitmagan garaj. Hozirda ish jarayonimiz bitdi. Mana hozirda egalariga topshirish jarayonidamiz. Está no